Abdulla Nosirov. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Fayzulla. Men e'tibor berib qoldim. Hozir o'g'il bolalar bilan qiz bolalar bitta joyda bitta o'yin o'ynashi normal holat ekan-a. Tipa men kompyuterxonaga kirdim, yaqinda qarasam, bitta qiz stolning ustida turib olib, shunaqa so'kyapti yondagi bolani. Ha, men bundoq turib olgan ekan. Ko'rsataman sizga. Siz uchun bu yo'q edi. Turyapti, "Sani onangni" deydi-da, ana bolaga qarab. Shunaqa so'kyapti, men u qizni oldiga borib aytdim. "Yosh qiz" dedim, "Og'zingizdagi nosingiz tupurib so'king. Sachrab ketyapti so'kayotgan paytingiz." Shunaqa so'kyapti, ana bola o'tirib, eshitib o'tiribdi-da, "Hay, nima deysiz endi? O'yin-ku oddiy" deydi. Bizning paytimizda unaqa bo'lmagan. Bizning paytimizda prям qizlar bilan o'ynasak uyat bo'lgan. Mana mahallamda men qatori bolalar bo'lmasdi, shuning uchun qizlar bilan o'ynashga majbur bo'lardim. Dadam harbiy, dadamga bu yoqmasdi. Dadam har doim kelib men oldimga aytardilar, "Fayzulla, o'g'lim hech bo'lmasa onasining rolini o'ynama, xola-xolada dadasining rolini o'yna." Vot mana shunaqa bo'lgan. Dadam mahallada mendan yosh katta bolalar bor edi, o'shalar bilan o'ynasin deb koptok olib berganlar. Topinglarchi nima bo'ldi? Yo'q. Biz xola-xolada koptok o'ydigan farzandimiz paydo bo'lgan. Vot men dadamning gaplarini ana koptokovga qarab aytadigan bo'ldim. "Koptokov, bolam, qizining rolini o'ynama, o'g'lining rolini o'yna. Bilasanmi dadang qanaqa jiddiy odam? Hozir ishdan keladi, o'zi aytadi." Mana shunaqa o'ynaganmiz. Kichkinalik, yoshlik kim o'ynamagan? Mana shunaqa dadam lekin jiddiy odam edilar, harbiy edilar, juda ham jiddiy odam edilar. Birinchi marta Kalashnikov avtomatini 7 yoshimda ko'rganman. Dadam harbiy bo'lgani uchun ham 7 yoshimda haqiqiy Kalashnikov avtomatini ko'rganman. Dadam shunda uyga olib kelganlarda, peshonamga tirab, "Yana xola-xola o'ynasang, Fayzulla." Lekin Kalashnikov o'ylamanglar, qo'rqitish uchun edi. Prosta Kalashnikovni otmaganlar meni. Meni Drabavikda otganlar, o'qlar sochilib yuzimga tekkan. Dadam qanchalik qattiq qo'l bo'lmasinlar, qanchalik jiddiy odam bo'lmasinlar, yoshligimda men bilan o'ynaganlar baribir ham. Eng yoqtirgan o'yinimiz bo'lardi duel o'yini. Vot menda haqiqiy qilichim bo'lardi. Mushkechorlarning qilichiga o'xshagan plastmassadan yasalgan qilichim bo'lardi. Dadamning dubinkalari. Shunaqa. Vot sizlar o'ylaysizlar-ku, dubinkada harbiyni ko'rib, dubinka ko'tarib ketayotgan harbiyni ko'rib, "Mana shu dubinka qanaqa tegar ekan" deb o'ylaysizlar-ku. Men o'shani bilaman qanaqa tegishini. Vot dubinka bilan oyog'ingizga urgan payti miya shunday kosasidan chiqadi-da, "Ketdik, biz matematikadan dars qilamiz" deydi. Kim bilmasa harbiylarning shunaqa usuli bor, remendan ushlaydi-da, oldidagi mahbuslar qochmasligi uchun. Ozgina ko'taradi, mahbuslar mamdo yuradi, qochishga noqulay. Dadam o'sha usullarni menda sinab ko'rardilar. Ozgina ko'tarardilar-da, dubinka bilan solardilar. Tam o'zbekcha damashniy beysbol bizada. U yoqda onam o'qlov bilan kutib turibdilar. Shunaqa o'yin o'ynaganmiz. Qiziq o'tgan yoshligim. Keyin sizlar hech tayoq yeyotgan paytinglar mana tayoq yeyapsizlar-da, qaysidir moment xayolingizga uchyapman degan xayol kelganmi? Dadam meni oddiy institutda o'qishimni xohlamaganlar, shuning uchun men narxozda o'qiganman. Narxozda savollar bo'lmasligi uchun, ortiq savollar bo'lmasligi uchun aytaman, birdaniga men hech kim bilan gaplashmaganman universitetga kirish uchun, hech kimga pul bermaganman. Men hamma oddiy talabalar qatori kirib imtihon topshirib savollarni yechib chiqqanman. Qolgan hammasini dadam gaplashganlar. El qatori. Lekin shunaqangi narxoz meni hayron qoldirgan, mana birinchi kundan. Hamma narsa juda ham zamonaviy narxozda. Men Toshkentga kelib, hamma zamonaviy narsalarni narxozda ko'rib qo'yganman, bo'ldi. Toshkentda ko'radigan narsam qolmagan. Masalan, nima? Bankomat, eskalator, lift, rus qizlar, hammasini ko'rganman. Bankomatning oldiga borsam, bankomat tepasida yozib turibdi, bu bankomatdan ko'pi bilan 200 milliongacha pul yechishingiz mumkin. 200 million. Men prosta bankomat tomosha qilgan bor edim. Men ozgina tushunmaganman-da, boshida bu nima deb professordan so'raganman. "Ustoz, bu qaysi tilda yozilgan bu?"
200 million juda ham katta summa. Men bankomatning oldida oxirigacha turganman. Qani kim bankomatning oldiga kelib, afsus, atiga 200 millionmi? Biz ko'proq yechmoqchi edik. Da kechqurungacha turganman, shuning uchun qaysidir moment bankomatda menga qarab, Fazilla, qocha ketay. Ne kurtoy bankomatda bizda. Men hammaga katta rahmat, menda o'yinchilar.